Bugun Turk tili milliy sertifikatini yangilangan yozma shaklini ko'rib o'tamiz. Bu yangi formatda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, qanaqa savollar bo'ladi, bu savollarga qanday javob yozish kerak degan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, bu formatda ikkita bo'lim va uchta topshiriq bo'ladi, ya'ni uch qismdan iborat bo'ladi. Osondan qiyinga qarab davom etadi. Ya'ni birinchi qismdagi topshirig'ingiz oson, ikki sal qiyinroq, uchinchisi esa yanada qiyinroq darajada bo'ladi. Har bir qismda siz nima qilishingiz kerakligi zotan yozib qo'yilgan bo'ladi. Aynan kimga xat yozishingiz kerakligi, qanaqa rasmiymi, norasmiy shaklda yozishingiz kerakligi va qancha so'zdan iborat bo'lishi sizga yo'llandirma shaklda berib qo'yilgan bo'ladi. Baholash yozmani 5 mezon asosida e, hisoblanadi. Bulardan birinchisi topshiriqni to'g'ri bajarish. Topshiriq to'g'ri bajarish nima degani? Sizga zaten nima yozishingiz, kimga yozishingiz aytilyapti. Aytaylik, do'stingizga bir maktub yozing deganda siz oilangizga bir maktub yozolmaysiz yoki o'qituvchingizga bir maktub yozolmaysiz. Agar shunday qilsangiz, siz topshiriqni noto'g'ri bajargan bo'lasiz. Aynan sizdan nima so'ralgan bo'lsa, xuddi shu shaklda javob yozgan bo'lishingiz kerak. Keyingisi grammatik to'g'rilik. Grammatik to'g'rilik uchun siz grammatik qoidalarni, unlilar qoidasi, undoshlar qoidasi, ya'ni fistik shahab, ketchap qoidalarini, d, t, p, b o'zgarishlarini bilishingiz kerak bo'ladi. So'z boyligi. So'z boyligi uchun siz eng kamida B2 darajagacha o'qigan bo'lishingiz va bu darajadagi so'zlarni yoza olishingiz kerak. Yozmada o'quvchilarni eng qiynaydigan tarafi ham aslida so'z boyligini yetmasligi bo'ladi. Nimadir yozmoqchisiz, o'zbekchada fikringiz bor, lekin uni turkchada ifodalay olmaysiz. Bu kam tayyorlanganlik yoki so'zlarni takrorlamaganlik, pratikni oz bo'lishi kabi sabablar tufayli bo'lishi mumkin. Keyingisi esa matn yaxlitligi va bog'liqligi. Siz yozayotgan matnda u xoh rasmiy, xoh norasmiy bo'lsin, xoh esse shaklidagi matn bo'lsin, gaplar bir-biriga bog'langan bo'lishi kerak va biz biladigan matn qismlari, ya'ni kirish, asosiy qism, xulosa bir-biridan ajralgan, ammo bir-biriga bog'liq holatda bo'lishi kerak. Oxirgi baholash mezonimiz esa imlo va punktuatsiya bo'ladi. Siz shu nuqta, virgul va bosh harf qoidalarini bilishingiz va yozmangizda to'g'ri foydalanishingiz kerak bo'ladi. Endi yozmani asosiy qismiga o'tamiz. Bu birinchi bo'lim ikki qismdan iborat. Biruv bir va biruv ikkinchi qismlar. Biruv birda siz norasmiy elektron xat yozishingiz kerak bo'ladi. Norasmiy elektron xat degani e-postaning o'sha qoidalariga qat'iy amal qilmagan holda biroz erkinroq yoziladigan xat hisoblanadi. Daraja B1 darajada yozishingiz yetarli. Ya'ni bu degani siz B1 darajadagi so'zlarni A1, A2, B1 ni bilishingiz talab qilinadi. Sizga bir topshiriq matni beriladi. Qaysidir tashkilotdan, universitetdanmi, o'qiyotgan kursingizdanmi sizga bir elektron xat keladi. Shu asosida do'stingizga norasmiy bir xat yozishingiz kerak bo'ladi. Va unda siz nimalar yozishingiz kerakligi ham yo'riqnoma sifatida sizga berilgan bo'ladi. So'zlar soni 50 ta bo'lishi kerak. Siz yozayotganingizda ularni iloji boricha tezroq sanab yozishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 50 tadan ko'p bo'lsa muammo emas, lekin kam bo'lsa bu balingizni pasaytirishi mumkin. Birinchi bo'limning ikkinchi qismida esa endi siz rasmiy elektron xat yozishingiz kerak. Ya'ni sizga boshida
Qaysidir tashkilotdan bir rasmiy xat kelgan edi. Siz avval do'stingizga norasmiy xat yozdingiz u haqida. Endi sizga yana nima qilishingiz haqida yo'riqnoma beriladi. Shu asosda siz ayni tashkilotga qayta rasmiy elektron xat yozishingiz kerak bo'ladi. Siz xatda nima yozishingiz aniq tushuntirilgan bo'ladi. So'zlar soni 120, 150 ta bo'lishi kerak. Bunda oldingi B1 darajadan ko'ra sizga yanada yuqoriroq darajadagi B2 darajadagi so'zlar kerak bo'ladi. Ikkinchi bo'limda esa biroz uzun essay shaklidagi bir matn yozishingiz kerak bo'ladi. So'zlar soni 180, 200 ta, ya'ni biroz ko'proq oldingi qismlardan ko'ra. Bu C1 darajadagi. Endi siz o'sha A1 dan C1 gacha umuman o'zlashtirgan bo'lishingiz kerak. So'z qo'llashga alohida e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. So'zlarni sinonimlardan foydalanish, aytaylik, bir so'zni masalan zo'rluk va siqinti ikkalasi ham sinonim so'z. Yuqori darajasi yuqorirog'ini foydalanishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi va bunda ham o'sha kirish, asosiy qism, xulosa muhim hisoblanadi. Ularni bir-biridan o'sha matnda ajralib turishi va mavzuga bog'liqligi, birinchi kirish qismning o'sha sizga berilgan mavzuni parafrez qilinganligi, asosiy qismda fikrlaringizni aniq va chiroyli ifodalay olishingiz, yuqori darajadagi asosan B2 va C1 darajadagi so'zlarni, jumlalarni, iboralarni, maqollarni ishlatishingiz va yozganlaringizni xulosalay olishingiz sizga yaxshi ball olib keladi. Shunday qilib yozmani yangi shaklida osondan qiyinga qarab B1, B2, C1 darajadagi bilimlaringiz baholanadi. Bunda aytganimda 5 mezonga e'tibor qilgan holda bu topshiriqni, bu bo'limni bajarishingiz kerak bo'ladi.